Assalomu alaykum azizlar, men Fazliddin Yoqub xorijdan Amerikadan Turo xalqaro tashkiloti nomidan Bismillahirrohmanirrohim. Bugun Qurbon bayrami. Ikkita buyuk islom olamidagi bayramni ikkinchisi Idil Adha deyishadi. Idil Adha biz Qurbon bayrami deymiz. Qurbon bayrami butun ummatga, butun Türk dunyosiga, hammamizga do'stlar, muxlislar, yaqinlarimiz tanigan, tanimagan, qanchadan qancha ixlos qo'ygan tabriklar jo'natib, qutlab, biz bilan muloqotda bo'lgan do'stlarimiz hammasiga Alloh rozi bo'lsin. Salom berganlarga alaykum assalom deymiz, duolar qilamiz. Tabriklar oqimi to'xtamayotgan dunyoda biz ham hozir uydan chiqib, bayram namoziga ketish oldidan mana hozir hovlidan, bog'chadan, hovlidan turib, bir og'iz ko'rinish berib, tabriklab qo'yaylik dedik. Alloh subhanahu va taolo Türk dunyosini birlashsin, tezlashtirsin. Alloh subhanahu va taolo din islomga rivoj bersin. Vatanimizda barcha islom ozodlik, ozodlik, erkinlik biz o'ylagandan ziyoda yaxshiliklar ato qilsin. Ummati Muhammadiyani birlashtirsin. Dunyo insoniyat oldiga ko'rsatadigan xayrli va basharli orzulari, niyatlari yo'lida ish qilayotgan faollarimizga yordam berib, insoniyat oldida yana marhamat tarqatishda davom etsin. Bütün Türk dünyası ümmeti Muhammediye deb qolamiz. Azizlar, Qurbon bayrami xayrli o'tsin. Turo xalqaro tashkiloti nomidan Amerikada tuzilgan Türk dunyosini tezlashtirish tashkilot nomida hammalar tabriklaymiz. Allohga omonat bo'linglar. Yana hayit namozini qilib, hayit namoziga borib, 4 kunlik ichida yana imkon bo'lgan narsalarni qisqa yoritib borishga harakat qilamiz. Fazliddin Yoqub Amerikadan Turo xalqaro tashkiloti nomidan do'stlar, Turo xalqaro tashkilot, Türk dunyosi, ummati Muhammadiya, vatan ichi tashqarisidagi do'stlar, muxlislar, ustozlar hammalarga bayram muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlar, yana bir marta assalomu alaykum dedik. Bismillahirrohmanirrohim. Mana yetib keldik jomiga, hayit Qurbon namoziga. Mana u yerda ikkita politsiya turibdi. Kirish chiqish, mana trafikni ta'minlab berish uchun juda odam ko'payib ketadi. O'sha yerda kirish chiqishda bir hol bo'lmasin deb politsiyalar o'shanga yordam berib turadi. Bepul kelib xizmat ko'rsatishadi. Mana odamlar kelyapti. Hayit namoziga biz ham kiryapmiz. Alloh izni bilan hayit namozini ichkaridan ham namozni o'qib olib ham olishga harakat qilamiz. Namoz jarayonini ham balki imkon bo'lib qolar. Yana gaplashamiz. Azizlar, yana qaytadan hayit muborak bo'lsin. Qurbon hayit hammamizga xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كلما ذكره الذاكرون الله اكبر كلما غفل عن ذكره الغافلون سبحان الله. We're blessed yet with another moment that shows the uniformity and the tawheed of this religion. And then with the words that were commanded to utters, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Assalomu alaykum azizlar. Yana hayajon to'la bugun bayram kayfiyatindamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, mana sahna, mana yangi cherkovda sotib olinib qilingan masjid. O'tgan safar Ramazonda ham shu yerda edi, bugun yana nasib qildi. Umma Center deyiladi. Juda katta Amerikadagi musulmon maktablari ichida unumli saviyaga chiqqan katta high school degan o'rta maktabi bor, bolalarni islomiy dunyoviy yetishtiradigan maktab bor. Umma Center masjidimiz. Alloh izni bilan bugun yana bayram kayfiyatida namoz 2 rakatli hayit Idil Adha Qurbon hayit namozi o'qildi. Azizlar, Amerikadan turib O'zbekistonga, O'zbek, Qozoq, Qirg'iziston, Turkman, Turkistonga, Türk dunyosiga, ummat Muhammadiyaga salom aytamiz. Hayajonlarga to'lib turib, hozir gapiradigan gaplarimiz ham esdan chiqib qolyapti. Azizlar, Amerikada juda ko'p yiliga 50-60 talab
qanchadan qancha masjidlar ochilyapti, juda ko'p cherkovlar sotib olinyapti. Shunaqa holat bu yerda. Musulmonlar ko'payyapti. Bugun ham o'tgan safargidek Ramazondagidek 2 marta, 3 martadan namozlar takror o'qildi va o'qilyapti, e'lon qilindi. Sig'mayapti masjidga. Mana shunday bir go'zallik va rivojlanish bor. Azizlar, mazlumlar duo qilaylik. Ochlarda duo qilaylik. Ehtiyoji bo'lgan go'zalliklarga ummati Muhammadiyan Turk dunyosini duo qilaylik. Shunday qilib faoliyatda bu qisqa dunyoda yanagi hayitlar qaytib kelaveradi. Lekin yanagi hayitga biz bormizmi, yo'qmizmi? Lekin hayitlar qaytib kelaveradi. Mana shunday Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matni qiymatini bilib, do'stlar ichida, vatan va insoniyat ichida faolligimizni, yaratilganligimizni, insonligimizni marhamat tarqatuvchi bir millat vakillari va din vakillarimizni isbotlashda davom etaylik. Azizlar, Allohga omon to'ylar, hayit olsin. Mana shu 4 kunni chiroyli o'tkazaylik. Yanagi hayitlarga ham safimizni buzmasdan Alloh subhanahu va taolo yetkazsin. Fazliddin Yoqub Amerikadan tarix omonatdir va Turon xalqaro tashkiloti nomidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.